Assalomu alaykum. Sharp Trading Online akademiyamizga xush kelibsiz. Bizni ijtimoiy tarmoqlar orqali kuzatayotganlar va bevosita Sharp Trading oilasi a'zolari barchangizga assalomu alaykum deymiz. YouTube tarmog'ida Sharp Trading akademiyasi ko'rib turganimizdan juda ham xursandman. Bugun xudo xohlasa sizlarga tillada ishlaydigan, M30 da ishlaydigan bir strategiyani baham ko'rmoqchiman. Ushbu strategiya balki siz bilarsiz, bilganlar uchun takrorlash, bilmaganlar uchun esa albatta yangilik bo'ladi. Ushbu strategiya shaxsan meniki emas, ya'ni boshdan aytib qo'yaman. Bu 10 yildan ortiq Amerika bozorlarida ishlab kelayotgan strategiya edi. Faqatgina endi yangi kirganlar uchun balki bu yangilik bo'lib qolar. Agar siz bu qanaqa strategiya ekan deb o'ylanayotgan bo'lsangiz, ko'p emas, atiga 7-8 daqiqancha tushuntirib qo'yaman. Video darsimiz unaqa cho'zilib ketmaydi. Xo'p, ushbu strategiya mohiyati, siz hech qanaqa analiz qilishingiz shart emas, hech qanaqa bosh og'riq degan narsa yo'q, hech qanaqa matematik formulalar yo'q, hisob-kitob qil, ildizdan chiqar, darajaga ko'tar degan narsalar yo'q. Shunchaki markazlarni top liniya tortib qo'yasiz va buzib o'tishiga qarab turib narxni savdoga kiradi. Juda ham oddiy va sodda. Demak, mazmuni quyidagicha, vaqtlaringni ko'p olib o'tirmayman. Xo'p, birinchi navbatda tilla parasini tanlab olasiz. HUSD M30 time frame o'tkazasiz, ya'ni yapon shamlari har biri M30 da turishi kerak, ya'ni 30 minutlikda turishi kerak. Xohlasangiz TradingView ilovasidan foydalaning, xohlasangiz MetaTrader o'zining ilovasidan foydalaning. Bunga unaqa ko'p instrument kerak emas. Misol uchun ochib oldik. Men hozir istoriyadan ko'rsataman. Aytib o'taman, ushbu strategiyaning ishlashi boshdan aytib qo'yay, 70-80%. 100% emas. Ya'ni boshda aytib qo'yaman, 100% ishlamadi-ku degan narsa bo'lmasin. Bu degani 10 ta analizdan 7-8 ishlab beradi degani. Har kuni ishlaydi. Ya'ni har kuni ishlaydi. Ya'ni har kuni savdo qilish imkoniyatingiz bor, faqat o'xshash imkoniyati 70-80%. Bu degani siz 10 kun savdo qilsangiz, shanba yakshanbani chiqarib olib, bu degani 7 kun, 8 kun plyusda turasiz degani. Balki ketma-ket plyus ketib, 1 kun, 2 kun ketma-ket minus bo'lib qolishi mumkin. Lekin bu degani oxirigacha minus ketadi degan joy yo'q. Demak, cho'zib o'tirmaymiz, boshladik. Hop, M30 HUSD biz qiladigan ishimiz shu 630 dagi svichani topishimiz kerak. Misol uchun, hamma o'zi tushundi shekilli. Mana 630 da M30 da ochilgan svicha yopilgan. Shuni tevasi va pastiga liniya tortib olishimiz kerak. Mana shu svichani mana qoidasi bo'yicha soya qismini tortasiz. Men oq qolib qo'yapman. Mana soya qismidan maksimumini va minimumini belgilab qo'yasiz. Mana ikkita oqda belgiladim. Mana shu svicha. Svicha yopilgandan keyin siz kutasiz, keyingi svicha, ya'ni 7:00 da ochilgan svicha 7:30 da yopiladi, to'g'rimi? Agar tevada buzib o'tib yopilsa, tevaga, ya'ni maksimumni buzib o'tib yopilsa, siz bayga savdoga kirasiz. O'rtacha 25-30 pipsda chiqib ketishingiz kerak savdodan. Misol uchun bu yerda hozir siz mana bu joyda buzib o'tib savdoga kirsangiz, hop, ko'rishimiz mumkin 3385-93 da narx ochilgan. Demak, 86 da ochilgan, 3386 da yopilishi, ya'ni maksimumga chiqishi, yopilish emas, maksimumi 3392.35. O'rtadagi 35 ni olib tashlaymiz. 3392, ya'ni 86 dan 92 gacha yurgan. Bu 6 punkt. Yoki bo'lmasam agar foizlarda hisoblasak 60%, ya'ni siz agar mabodo $100 bilan savdoga kirsangiz, mana shu yerda o'zidan siz yarim soat ichida $60 daromad qilib ketardingiz. Lekin endi bu maksimalni hisoblashimizda biz endi 60% hisoblar ekanmiz. Sizni osmonlarga uchirish niyatim yo'q. Nima deydi, bir pasda boyib ketding, mana senga jackpot deyish niyatim yo'q. Shunchaki 30% ga chiqdimi, daromadingizni oldingiz, bo'ldi, keting. Ya'ni $10 bilan savdoga kirdingiz, $3 plyus qildimi, keting. $1000 bilan bayga kirdingizmi shu joyda, $300 daromad qildingizmi, bo'ldi. Yoping pozitsiyani, chiqib keting. Ya'ni 30%. Eslab qoling, bo'ldi, 30%. Endi keyingi kunda ham tekshiramiz. Misol uchun M30 bo'lgani uchun tezroq orqaga qaytamiz. Vaqtlarini olib o'tirmayman. Xo'p. 630 mana bu joydagi, mana 630 mana bu sham, ko'rib turibsizlar, biz soyasidan tortishimiz kerak. Soyasiga qo'ydim, mana bu shamni soyasiga va pastki qismiga tortamiz. Ya'ni mana bu joyga tortganimizda, hop, soya qismini mana shu joyga tortdik. Ko'rdingiz, ikkita oq liniya, ya'ni katta yashil shamchani tevasi va pasti. Mana bu joyda, hop, kattalashtirib, buzib o'tgan, lekin pastda yopilgan. Ko'rdingizmi? Biz bu yerda bayga kirmaymiz. Kutamiz, pastga keldi, pastga yetib keldi, lekin bo'lmadi. Mana bu joyda buzib o'tdi, 8:00 baribir tevada yopildi, kirmaymiz, kutamiz. Mana bu joyda mana buzib o'tgan, mana shu joyda buzib o'tgan, mana savdoga kirdik va 30% ga take profit qo'yib kutsak, o'zi dachi 3 ga mana bu tomonga qarab e'tibor bersangiz, mana hop 3384 dan boshlab hop 3434 gacha yurib bergan. Misol uchun
bu 52 punkt, ya'ni 520% yurib bergan, lekin biz buncha kutishimiz kerak yo'q. 30% yurdimi, kiramiz bo'ldi. Keyingi kunlar tekshirib chiqamiz endi. Hop. 630 mana bu joyda ekan. Mana 630 dagi sham yonib o'chgan qizil sham turibdi mana ustki qismiga va mana bu joydan mana ostki qismiga qo'ydim. Va e'tibor beramiz, mana bu joydagi mana bu sham haqida gap ketyapti. 630 bordi, buzdi, lekin pastda yopildi va mana bu joyda katta qizil shamcha bilan 800 da buzib o'tib yopildi va biz bu yerda nima qilamiz? Selga kiramiz. Selga kirsak, keyingi shamda mana 3259.66 dan kirsak, narxga 59,5 ham deng. Minimum holatda 53.18 gacha tushgan. Ya'ni bu joyda 60% atrofida tushib bergan. Ko'ryapsiz, o'rtacha 60% tushyapti, lekin biz qoida bo'yicha 30% daromadimizni olib chiqib ketishimiz kerak. Ya'ni hozircha 3 kunda ko'rdik, uchalasida ham yaxshi ishlab bergan. Hop, keyingi kunlarda bitta ko'rib qo'yamiz. Hali 6 minut o'tibdi endi video darsimizga. Zerikib qolmaydilar degan umidda. Mana bu joyda mana 630 belgiladim va mana buni belgiladim. Mana shuni tekshirib qo'yamiz. Mana e'tibor bering. Mana bu joyda 630 da tevasini pastini belgiladim. Tevaga buzib o'tdi. Mana bu joydan kiramiz. Savdo 30% da daromadni olib chiqib ketamiz. Bu joyda 3246 dan ketgan 3268 gacha, endi 24 punkt yoki bo'lmasa 240% gacha yurib bergan, lekin biz buncha kutishimiz kerak yo'q. Mana shu joydan 30% daromadni olib chiqib ketamiz. Bu joyda endi e'tibor bersalaring, nima? Biz ko'rib turibmiz, dalshi ketdi. U yoqqa qarab 4 kunimiz tekshirdi. Endi bu strategiya ishlatish majburiy emas, aytib qo'yaman, ya'ni ixtiyoriy. O'zingiz istoriyani ochib bir qator bir oylik tekshirib chiqasiz. Hozir men har bir kunini xuddi sizga nima deydi, strategiyani pulga sotayotgan odamdek ko'rsatib, maqtab, reklama qilishim kerak yo'q. Hammalaringda trading view bor, o'zlaring ko'rib olasizlar. Sizlar qiziqtirgan savol bor, stop loss qayerga qo'yamiz? Stop loss imkoniyat darajasida ikki xil holatda qo'yiladi. O'zingiz tanlab olasiz, qanaqa holatlarda qo'yiladi. Ya'ni agar buzib o'tilgan zona, mana bunaqa zona, mana bu joydan, ya'ni birinchi, misol uchun bayga buzib o'tdi, mana bu joyda pastki chiziq, ya'ni tevadagi chiziqdan, ya'ni 3237 dan buzib o'tib yopilgandagi joy 3246, ya'ni e'tibor bersangiz 38 dan 46. Deyarli 8 punkt tevadada. Demak, siz stop lossni mana shu buzib o'tgan svichani pastiga qo'ysangiz bo'laveradi. Tushunarlimi? Agar yo'q, mabodo buzib o'tilgan switchingiz, ya'ni e'tibor bersangiz, buzib o'tilayotgan switchingiz kalta svicha bo'ladigan bo'lsa, ya'ni kichkina svicha bo'ladigan bo'lsa, miqdori kichkina bo'ladigan bo'lsa, past svicha bo'ladigan bo'lsa. Hop, qayerda bor unaqa svichamiz? Mana, e'tibor bering, mana bu joyda mana buzib o'tgan-ku, kichkina svicha buzib o'tgan. Bunda buni pastga qo'ymaysiz. Mana shu joyda endi pastki chiziqda mana bu ikkinchi liniyani pastki qismiga qo'yishingiz kerak bo'ladi. Bu ikki xil stop loss. O'zingiz tanlab ishlayverasiz. Strategiyaning mohiyati qisqacha shunaqa. To'lig'ini agar kim xohlaydigan bo'lsa kommentariyada to'lig'ini ko'raylik deb yozib ketinglar. Boshdan aytib qo'yaman, bu strategiya meniki emas. Qayerlardadir kimlardir boshqa Yevropa treyderlaridan yoki o'zbek treyderlaridan ko'rgan bo'lsa, ular ham o'sha Yevropani, ya'ni Amerika treyderlaridan o'rganishgan. Hech kim buni nima deydi, men bir izlanib topgan joyim yo'q, boshdan aytib qo'yaman. Biz o'rgangan narsalarimizni sizga qisqacha bayon qilib berdik. Agar kimdir shu strategiya bo'yicha ishlayotgan bo'lsa, omadini bersin. Ular uchun bir qator takrorlash bo'ldi. Yangi treyderlarimiz uchun albatta yangi video dars bo'ldi. Albatta shuni ko'rib, balki o'zingizda qanaqadir g'oyalar bo'lsa, indikatorlar bo'lsa, yoki bo'lmasa qaysidir strategiyangiz bo'lsa, xohlasangiz mix tarzda ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Siz bizni tanlab adashmadingiz. Siz Sharq Trading YouTube kanalidasiz. Sharq Trading eng bilimli treyderlar maskani. Agar siz bizning bepul VIP Club jamoamizga qo'shilishni istasangiz, u yerda har kunlik bepul signallar, bepul video darslarni qo'lga kiritishingiz mumkin. Shunchaki kommentariyada yoki bo'lmasa video ostida Sharq admin 1 manzil bor. Telegramda o'tib Sharq admin 1 ga murojaat qiling. VIP Clubga qo'shilmoqchiman deng. Bizning adminlar siz bilan bog'lanishadi va sizni bepulga VIP Clubga qo'shib qo'yishadi. Joningiz sog' bo'lsin. Keyingi video darslarda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling. Albatta video dars haqida izohlarda fikringizni qoldiring. Barcha izohlarni vaqti bilan o'qib chiqamiz, ya'ni albatta navbat bilan o'qib chiqamiz. Barchasiga javob beramiz. O'zingizni ehtiyot qiling. Videoga like bosish, agar mabodo xohlab ketib qolsangiz, YouTube kanalimizga obuna bo'lib qo'yishingizni esdan chiqarib qo'ymang. Sog'lik salomatlikda ko'rishguncha.